Farzandingiz Mirzo Ulug'bek maktabi o'quvchisiga aylanishi mumkin. Keling, bu maktab haqida bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni bir daqiqa ichida aytib beraman. Mirzo Ulug'bek maktabi 2019-yilda tashkil topgan. Bu maktab fizika, matematika, informatika va astronomiya fanlariga ixtisoslashgan. O'quvchilar bu fanlarni chuqur o'rganib, ilmiy salohiyatlarni rivojlantiradi. Maktabda o'quv jarayoni 5 yillik sistem moduli asosida tashkil etilgan va u yerda zamonaviy jihozlar, kompyuterlar hamda maxsus laboratoriya xonalari mavjud. Darslar malakali pedagoglar tomonidan olib boriladi. Bundan tashqari o'quvchilar 5 mahal ovqat va yotoqxona bilan ta'minlangan. Va eng ajoyib yangilik 2025-26 o'quv yilidan boshlab Yangi O'zbekiston universiteti bilan integratsiyalashgan muhandislik dasturi joriy qilindi. Bu bitiruvchilarga universitetni ikkinchi bosqichdan boshlab o'qish imkoniyatini beradi. Mirzo Ulug'bek maktabiga faqatgina 6-sinfni bitirgach imtihon asosida qabul qilinadi. Imtihon matematika, mantiqiy fikrlash va ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tadi. Bu maktabga kirish uchun farzandingiz 4 va 5-sinfdan boshlab yuqoridagi fanlarga alohida tayyorlanishi lozim bo'ladi. Agarda sizning farzandingiz ham tizimli dastur asosida Mirzo Ulug'bek maktabiga tayyorlanishni xohlasangiz, Gushon akademiyaga murojaat qiling.